Assalomu alaykum. Men Toshkent kommunal texnologiya instituti neft gaz texnologiyasi yo'nalishi 22 guruh talabasi Habibullayev Odil bo'laman. Menga berilgan mavzu dementizatsiya hisoblanadi. Bu fraksiyalar ajratuvchi qurilma bo'lib, u 38 ta klapanli tarakalardan iborat bo'ladi hamda kolonnaning DA1801 yuqori qismidan asosan metan ajralib chiqadi va tarkibida 17% gacha etan bo'ladi. Pastki qismlarida esa propan, butan, pentandan oktangacha bo'lgan uglevodorodlar bo'ladi. Oz miqdorda 29% metan ham bo'ladi. Separatorning pastki qismlarida 12 P20R turbada orqali chiqadi va nasos yordamida liniyaga uzatiladi. Bu liniya orqali kolonnaning birinchi tarelkaga quyiladi. Bunda bosim 3050 kp, temperatura -95 gradus Selsiga va sarf 10508 km/soatga teng bo'ladi. Hamda pastki qismlarda chiqayotgan ko'p qoldiq esa nasos orqali etazitor F1802 kolonnada beriladi. Hamda dementizatorlarni o'rtacha ishlash prinsiplari bor. Bularga kirishayotgan bosimlar, yuqori qismdagi temperaturalar, misol qilsak bo'ladi. Metan, azot va etan bilan aralashmalardan iborat bo'lgan kolonnalarning yuqori qismidan olinadigan mahsulotlar minusi 93-94 Selsiy temperatura 18.0 litr kondensatorning qo'rlar hududiga beriladi. Hamda FA separator zanglamaydigan po'lat yasalgan maksimal 89 m3 hajmga ega bo'lgan vertikal silindr apparatlardir. Separatorning yuqori qismiga suyuqlik tomchilari metan fraksiyalari oqimi bilan ketishni oldini olishi uchun koagulyator o'rnatiladi. Hamda LS 18003 tartibgacha yordam beradi. Separatorning bosimi joyi o'rnatishi P ga 18062 manometr bilan o'lchanadi. Nam gaz o'tib ketgan yoki uzoq vaqt davomida namlik yig'ilgan vaziyatda gidrolitning hosil bo'lishi oldini olish uchun FA1803 separatorning ko'p mahsuloti oqimiga metanol berishi mumkin. Konsentratsiyalangan metanol -98 Selsiy temperaturada muzlashini yodda tutishimiz lozim.